Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh bugungi suhbatimiz qiyomatning kichkina alomatlari haqida bo'ladi. Ya'ni oxir zamonda qiyomatni yaqin bo'lishiga dalolat qiladigan oxir zamon alomatlari xususida bo'ladi. Qiyomat soati shubhasiz keladi. Bu Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan haq va'da. Astagfirullah. Innas sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Albatta qiyomat soati kelgusidir. U haqida shak shubha yo'qdir, lekin ko'p odamlar uning kelishiga iymon keltirmaslar. Va innas sa'ata la'atiyatun fafsahis safhal jamil. Soat, qiyomat ham shak shubhasiz kelgusidir. Bas shunday ekan, ey Muhammad, siz johil kimsalarning yetkazayotgan ozor aziyatlariga sabr toqat qiling va ulardan chiroyli yuz o'girish bilan yuz o'giring. Fa inna ajalallohi la'at va huwas-samiul alim. Albatta Alloh belgilagan mukofot va jazo fursati shak shubhasiz kelgusidir. U eshitguvchi, bilguvchi bo'lgan zotdir. Allohu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi va man asdaqu minallohi haditha. Yolg'iz Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'qdir. U sizlarni hech shak shubhasiz bo'lgan qiyomat kunida to'playdi. Allohdan ko'ra rostgo'roq kim bor? Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunini kelishligini haqli mana bu qancha oyatlarda siz bilan bizga bayon qildi. Qiyomat soati Alloh taqdir qilgan kunda, taqdir qilgan soatda keladi. Vaz-zariyati zarwa fal-hamilati wiqra fal-jariyati yusra fal-muqassimati amra innama tu'aduna la-sadiq va innad-dina la-waqi'. Bulutlarni surib ketguvchi shamollarga, yuk yomg'ir tashuvchi bulutlarga, suv yuzida yengil suzib boruvchi kemalarga va Allohning amri bilan barcha ishlarni taqsimlaguvchi farishtalarga qasamki, sizlarga va'da qilinayotgan narsa qayta tirilish shak shubhasiz haqqi rostdir. Va albatta qiyomat kunida hisob-kitob qilingandan keyin jazo mukofot voqe bo'lguchidir. Qiyomat haq, Alloh subhanahu va taolo bunga haqligiga va'da bergan, qasam ichgan, Alloh ta'til qilgan kunda bo'ladi. Vat-tur va kitabim mastur fi raqqin manshur val baytil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba robbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Tur tog'iga, ochiq sahifaga yozilgan kitob Qur'onga, Baytul Ma'murga, baland ko'tarilgan tomga, osmonga va to'lib toshigan dengizga qasamki, Parvardigoringizning azobi shak shubhasiz voqe bo'lguchidir. Uning uchun biron daf qiluvchi yo'q, to'siq yo'qdir. Kofirlar qiyomatni borligini inkor qilishdi, qiyomatni borligiga iymon keltirishmadi. Alloh subhanahu va taolo ularga shunday javob berdi. Va qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala va robbi la ta'tiyannakum. Kofir bo'lgan kimsalar bizlarga qiyomat soati kelmas dedilar. Ey Muhammad, ularga ayting, yo'q. G'aybni bilguvchi Parvardigorimga qasamki, shak shubhasiz u qiyomat sizlarga albatta kelur. Quyida qiyomat haqida Alloh taoloning aytgan ba'zi bir oyatlarni o'qigan bo'ldik. Qiyomatda qachon bo'lishigini Alloh subhanahu va taolo o'zini ilmi azalisida yozib qo'ydi. Va bu ilmni faqat o'ziga xos qildiki, na bir payg'ambar, na bir muqarrab farishtaga bu ilmni bildirgani yo'q. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganida, albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sayyidul bashar bo'lgan Rasululloh bu narsadan xabardor bo'lgan bo'lar edi. Qiyomatni qachon bo'lishigini hech kim bilmaydi. Lekin Alloh taolo Qur'onda va payg'ambar alayhisalom o'zining sunnatlarida, hadislarida qiyomatga yaqin, qiyomat soatlari yaqin bo'lgan paytda sodir bo'ladigan ba'zi bir alomatlarni, belgilarini bayon qilingan. Ulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida oyni ikkiga bo'linganligi. Iqtarabatis-sa'a va inshaqqal qamar. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mushriklar
mo'jiza talab qilgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga oyni ikkiga bo'lib Alloh izni bilan ko'rsatib berdi. Alloh taolo aytayapti, oy bo'lindi, qiyomat oz qoldi deydi. Mana endi tabiiy savol tug'iladi. Payg'ambarimizning oy bo'lib berganiga 1400 yil bo'lgan bo'lsa, qiyomat bo'lmayapti-yu. Go'yoki qiyomat qoyim oyni bo'linishligi bilan qiyomat yaqin bo'ldi desa, yana bir 50 yil yoki 100 yildan keyin ba'zi bir odamlarning nazarida qiyomat bo'lish kerakgandek shoshiltirishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ya Rasululloh, matas-sa'a?" Qiyomat qachon bo'ladi dedi Rasululloh. Nima tayyorgarligingiz bor dedi. Ya'ni ham yo'q zo'r bo'lib ketdimiki, endi tezroq qiyomat bo'lsin, mukofotimizni bor olaylik. To'planib qoldi degandaqa. Ata amrullohi fala tasta'jilu subhanahu va ta'ala amma yushrikun. Allohning farmoni, ya'ni qiyomat kelib qoldi. Bas sizlar ey mushriklar, uni shoshtirmay qo'ya qolinglar. Alloh ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Alloh taolo nima deyapti? Qiyomat qoyim bo'ldi deyapti. Bo'lgani yo'q hali. Jannatga hech kim kirgani yo'q hali. Jannatga kirdi, jannat yozildi, do'zaxga kirdi deb Alloh taolo o'tgan zamon fe'li siyg'asida gapiryapti. Endi siz bilan bizni vaqtga, zamonga qo'ygan o'lchovimiz bilan Alloh subhanahu va taoloning o'lchovi barobar emas. Innahum yarawnahu ba'ida va narahu qariba. Chunki ular u kunni uzoqda bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Alloh taolo uchun nima degan narsa? Bir kuni 50 ming yilga teng deydi. Ya'ni Alloh taoloning nazdidagi bir kun, ana shu Ma'orij surasiga qaraydigan bo'lsak, bir kun sizlarni 50 ming yillarga barobar deydi. Endi 1400 yil nima degan narsa uning oldida? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Odamlarga hisob kitoblari, ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqinlashib qoldi. Ular esa g'aflatda, iymon keltirib yaxshi amal qilishdan yuz o'giruvchilar. Mana aytdik, kichkina qiyomat deb kishining vafoti aytilinadi. Har bitta odamni vafoti kelishligi, ajali kelib, joni chiqib ketishligi bilan uni qiyomati qoyim bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo insonlarning ajali yaqin bo'lib turib, o'lim yaqin bo'lib turgan paytda savobli amallardan yuz o'girib, unga bir kofir bo'lib ketyapti deydi. Quyida mana oyatlarda o'qidik, endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarga quloq solamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadis keltiriladi Buxoriy va Muslimdan. Hadislar Buxoriy, Muslimdan birodarlar. Zaif hadis yo'q bu yerda. Sizlardan avvalgi o'tgan ummatlarni yashab o'tkazgan vaqtlari bilan sizlarning yashaydigan vaqtingizning misoli xuddi kunning asr bilan shom orasidagi vaqtiga o'xshaydi. Sharhlaymiz endi. Bir kunni 24 soat desiz, shu 24 soatning ichida asr bilan shomning o'rtasidagi vaqt 2 soat. Ya'ni 24 soatda 2 soat ila qolgan degani. Odam alayhisalom yerga tushgandan boshlab qiyomat soatigacha 24 soat bor deb faraz qilsak, 22 soat o'tib ketdi degani. 2 soatlik muddatda yashayapmiz birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ad-dunya sa'a faj'alha ta'a. Dunyo 1 soatlik umr deydi. Shu 1 soatni ibodatga aylantiringlar deydi. Buxoriy va Muslimdan keltirilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Men va qiyomat soati mana shunday yuborildi dedi. Sizlar bir-biriga barmoqni yopishib turganiga qaramanglar, birini ikkinchisidan uzunligiga qaranglar. Mufassirlar mana shu hadisda sharhlab aytadiki, insoniyatning yashash muddati mana shu o'rta barmoqda uzunligichalik bo'lsa, ko'rsatkich barmoqda uzunligichalik vaqt tugadi. Mana shu oshib qolgan vaqtchalik joy qoldi deydi. Ko'rsatkich barmoqdan o'rta barmoq qancha oshib turgan bo'lsa, insoniyatning muazzam hayotining mana shu qismi tugadi, ozginasi qoldi degani. Agar mulohaza qiladigan bo'lsak, birodarlar, juda ham oz qoldi. Juda ham oz qoldi. Kofirlardan ham, musulmonlardan ham, musulmonlarda hatto ba'zi olimlari ana shu islomning boshida qiyomatni vaqtini belgilamoqchi bo'lganlar bo'ldi. Ba'zilar aytishdi 500 yildan keyin qiyomat bo'ladi deydi. 500 yil o'tdi, qarab turishdi, qiyomat bo'lmadi. 700 yil deb ko'rishdi keyin, 700 yil ham o'tdi, qiyomat bo'lmadi. 1000 yil deb ko'rishdi, bo'lmadi. 1700 yil deydi, bo'lmadi. Bo'lmaydi. Ular aytgan muddatda bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zini huzurida olib qolgan 5 ta g'ayb ilmda bittasi qiyomatni qachon bo'lishiga. Televizorda ko'rgan bo'lsanglar, bir
1-2 oy bo'lib qoldi, Rossiyaning qaysi bir shaharida qandaydir bir sektani vakillari yerda ta'kirib ketishdi. Motisda kuni qiyomat bo'ladi deb, ularni qutqaraman deb bu yerdagi mehmonlar tushsa, o'zimizni portlatib yuboramiz deb tomosha bo'lishdi. Qiyomatda qachon bo'lishigini aytayotgan odam kazzob bo'ladi. Chunki buni kim biladi? Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Buning ilmi faqat Alloh taoloning o'ziga ma'lum. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga quyidagi oyatlar bilan xitob qiladi. Astagfiru billah. Yas'alunaka 'anis-sa'a ayyana mursaha fima anta min zikraha ila robbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ey Muhammad, mushriklar sizdan o'sha qiyomat soatini qachon voqea bo'lishi haqida so'raydilar. Siz qayerdasiz-u? Ya'ni qiyomat qachon bo'lishini bilish, zikr qilish, eslash qayerda? Ya'ni siz hech qachon u kunni vaqtini aytib bera olmaysiz. Uni bilish yolg'iz Parvardigoringizga borib to'xtar. Siz faqat o'sha qiyomatdan qo'rqadigan kishilarni ogohlantiruvchisiz xolos. Ammo u kunni qachon voqea bo'lishini aytib berish sizning vazifangiz emas. Yas'alunaka 'anis-sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda robbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Ey Muhammad, sizdan soat, ya'ni qiyomat qachon voqea bo'ladi deb so'raydilar. Ayting, uning bilimi faqatgina Parvardigorim dargohidadir. Vaqti soati kelganda ham faqat o'zi oshkor qilur. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Qayerda Qur'onda oyatiga quloq solsangiz, Allohga iymon keltiradi, oxiratga iymon keltiradi. Allohga iymon keltiradi, qiyomatga iymon keltiradi. Nima uchun birin-ketin aytilmayapti? Insonni gunoh ishlarni qilishlikdan nima to'sadi? O'sha oxiratda Allohning oldida hisob-kitobdan qo'rqishlik. Siz bilan bizni gunoh qilishdan nima to'sadi? Qiyomatga ishonganligimiz. Qachon endi? Qachon bu yoqqa? Odam alayhisolamdan beri aytar ekan, qiyomat qilgan bo'lmadi-yu. Bizga qachon bo'lishiga qiziq emas. Biz u yerga nima tariqaga kelib qolishligimiz qiziq. Yas'aluka an-nasu 'anis-sa'a qul innama 'ilmuha 'indalloh va ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Odamlar sizdan qiyomat soati qachon bo'lishi haqida so'raydilar. U soatni bilish yolg'iz Allohning huzuridadir deb ayting. Qayerdan bilasiz? Ehtimol u soat yaqin kelib qolgandir. Mana 3 oyatga qarasangiz, yas'alunaka, yas'alunaka, yas'aluka. Sizdan so'rashadi. Sizdan nimaga sizdan so'rashadi? Siz qayerdan bilasiz bu narsani? Uni ilmi faqat Alloh taoloning huzurida. Qiyomat vaqtini qachon ekanligi haqidagi ilm Alloh taoloning o'zining huzurida qoldirgan 5 g'ayb ilmning biridir. Ularni Alloh taolo bildirmadi, yashirdi. Nima uchun? Toki odamlar harakatini qilsin. Agar inson qiyomat qachon bo'lishini bilsa yoki o'zini kichkina qiyomati, o'limini qachonligini bilsa zo'r bo'ladi-da. Gunoh ma'siyatda isrof qilib yurib o'limiga 1 yil, yarim yil qolganda harakatini qilib qoladi. Imtihonligi shundaki, qachonligini bilmaysiz. Doimiy suratda tayyorgarlik kerak bo'ladi. Qiyomatni qachon bo'lishi haqida so'rab surishtirishlik joiz emasligi ulamolar tomonidan aytilgan. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganda, albatta payg'ambarimiz bilar edi. Mana mashhur hadis, ko'pchiligimiz eshitganmiz. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalomning oldiga bir notanish kishi suratda kirib kelib o'tirib, bir qancha savollarni so'raydi. Jibril odam suratida kirib payg'ambarimizdan so'rayapti, sahobalarga dars beryapti. So'ralgan savollarning ichida fa akhbirni anis-sa'a, menga qiyomat haqida xabar bering deganida Rasululloh mal mas'ul anha bi'alama minas-sa'il. So'rovchidan ko'ra so'raluvchi ko'p narsani biluvchi emas dedi. Ya'ni siz bilmagandek, Jibril, men ham bilmayman dedi. Jibril ham bilmaydi, Muhammad alayhisalom ham bilmaydi. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam risolatni yetkazdi. Omonatni ado qildi. Ummat uchun nima kerak bo'lsa, ilmdan nima kerak bo'lsa, hammasini bildirib o'tdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan amallarda ko'plarini aytib berdi. Sahobalar tirik davrida Kufani bir qizil tutun qopladi. Qizil tuman deysizlarmi, qizil shamol deysizlarmi, qizil tutun qopladi. Shunda Kufaliklar qiyomat qoyim bo'ldi deydi. Ularning orasida ulug' sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu bor dedi, yo'q dedi. Allohga qasam qiyomat emas bu dedi.
Chunki qiyomat hali falon ishlar bo'lmasdan turib, qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Ya'ni sahobalarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomatgacha bo'ladigan ishlarni hammasini aytib bergan edi. Bugungi suhbatimiz mana shu qiyomat alomatlarining kichiklari haqida. Qiyomatning katta kichik alomatlari bor. Kichik alomatlari qiyomatning yaqinlashganligini bildirsa, katta alomatlari qiyomatning kelganligini bildiradi. Biz ana shu qiyomatning yaqinlashganligiga ishora qiladigan alomatlar haqida gaplashamiz. Abi Zayd Amr ibn Axtabdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz bilan bomdod namozini o'qidi. Bomdodni o'qib bo'lib minbarga chiqdi. Bizga xutba o'qidi peshingacha. Peshingacha to'xtamasdan dars o'tdi. So'ngra peshin bo'ldi. Tushib peshinda o'qidi. Peshinda o'qib bo'lib yana minbarga chiqdi, asrgacha xutba aytdi. Asrgacha dars o'tdi bizga. Qiyomatgacha bo'ladigan ishlarni bir qator payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sanab berdi. So'ngra asr namozi bo'ldi, asr namozini o'qidi, yana minbarga chiqdi. Shom vaqtigacha bizga qiyomat alomatlari haqida gapirib berdi. Tasavvur qilinglar, bomdoddan shomgacha Rasululloh to'xtamasdan qiyomat qoyim bo'lgunga qadar sodir bo'ladigan hamma katta kichik alomatlarni aytib berdi. Sahobalar aytishar edi, ichimizda ko'proq eslab qolganimiz, ko'proq bilimdonimiz bo'ldi. Eng ko'p eslab qolgan kim bo'ldi? Huzayfa ibn al-Yamani roziyallohu anhu. U kishi payg'ambarimizning sirlarini egasi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kotiblardan edi. Eng ko'p yodlab qolgan Abu Hurayra bo'ldi, Huzayfa ibn Yamani roziyallohu anhular bo'ldi. Demak, biz o'rganib chiqadigan oxir zamondagi bo'ladigan fitnalar orasida ma'lum bir vaqtda bo'lib, ma'lum bir qavmga ta'sir qiladiganlari ham bor va butun yer yuziga ta'sir qiladiganlari ham bor. Shunday bir ishoralar keladiki, ana shu oxir zamonning qiyomat alomatlari paydo bo'lishni boshlaganda bir kishi hayotdan ko'ra o'limni ko'proq orzu qilib qolishi haqida xabarlar kelgan. Imom Muslim sahihlarda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bir kishi qabr oldidan o'tib, o'zini ochiq turgan qabrga urib, qani edi shu qabrda yotgan odam men bo'lsam" deydi. Qarzi bo'lmaydi deyapti Rasululloh. Dardi bo'lmaydi, musibati bo'lmaydi, faqat fitnalarning ko'payib ketganligidan o'limni o'ziga orzu qilib so'rab qoladi deydi. Oxir zamon alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qotillik ko'payadi. Qotillik ko'payadi. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida keltirilgan, Rasululloh aytdilarki, qiyomat soati yaqinlashganida shunday kunlar bo'ladiki, johillik, ya'ni savodsizlik ko'payadi, ilm ko'tariladi, ketadi, xarj ko'payadi. Xarj qotillik. Qotillik shu darajada ko'p bo'ladiki, urushlarda sababli, besabab urushlarda ko'p bo'lganligidan erkaklarning soni nihoyatda ozayib, ayollarning soni ko'payib ketadi. Rasululloh Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda aytadilar, ilmni ko'tarilishi, johillikni ko'payishi, zinoni ko'payishi, aroqxo'rlikni ko'payishi, erkaklar ozayib, 50 ayolga bir erkak qolishligi qiyomatning alomatlaridan. Qarab turinglar. Ilmja obod emas oramizda. Bu ilmsizlik kundan kunga kuchayib boryapti. Kundan kunga savodsizlashib boryapmiz. E'tibor beringlar. Johillik ko'payapti. Zino ko'payapti. Zinoni turi bilmadim men qanaqa turi bo'lishi mumkin. Televizorda ham bor, radioda ham bor, kiyimda ham bor, so'zimizda ham bor, kiyimimizda ham, hamma yo'g'imizda bor. Hattoki oshkora zinoga ana shu reklamalar turibdi. Tanishaman va hokazolar. Ko'ryapsizlar shu narsalarni. Aroqxo'rlikni ko'payishi, gapirishning hojati yo'q. Siz bilan biz tug'iliblar, magazinlar to'ldir xilma-xil aroqlarni ko'rganligimizdan buni qiyomatning alomati ekanligi ham esimizdan chiqib qolgan. Buni qoyim bo'lganiga ancha bo'ldi. Erkaklar ozayib ketadi. 50 ta ayolga bitta erkak qoladi oxir zamonga borib deydi. Tug'ilishlikni qaranglar-da. Tug'ilishlikni qaranglar-da. Ayollarda tug'ilishligi ko'proq erkaklar tug'ilishligidan ko'ra. Urushlar ko'p bo'lganligi tufayli erkaklar ko'p qirilib ketadi. Bu urushlarda sababi bori ham bor, besabablari ham bor. Rasululloh aytadilarki, Imom Muslim sahihlarida keltirilgan, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, shunday zamonlar keladiki, ana shu zamonlarda qotil ro'parasida o'ldirgan odamini nimaga o'ldirganligini bilmaydi. O'lgan nima uchun o'lganligini bilmaydi. Qotillik avj oladi. Rasululloh oxir zamonda bo'ladigan ishlarni
qisqagina hadislarda juda ko'plarni aytib bergan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu bo'lgan ishlar endi. Da'volari, ya'ni kalimalari bir bo'lgan ikki buyuk toifa bir-birlari bilan urushmagunlaricha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ularning oralarida katta qatl om bo'ladi. Ya'ni ikkita toifa urushadi bir-biri bilan, ikkalasining ham kalimasi bitta. O'rtasida katta qirg'in bo'ladi. Bu ulamolar mana shu hadisni sahobalar davrida sahobalarning o'rtasiga tushgan fitna tufayli Ali ibn Abi Tolib tarafdorlari va Muaviya ibn Abu Sufyon tarafdorlari ikkiga bo'linib, o'rtasida katta jang bo'lganligi ishora deyshadi. Keyinchalik tobiinlar bilan sahobalar o'rtasida mana shunday jang bo'ldi. Mana shu ikkala jangda Siffin va Jamal ma'rakalarida 70 mingga yaqin kishi vafot etdi. Mana aytganmiz, oxir zamon ilmini o'rganishlik Rasulullohning so'zlariga bo'lgan iymonimizni kuchaytiradi. Chunki Rasululloh aytgan ishlarda ba'zilarini bo'lganligini ko'rganingizdan keyin hali bo'lmagan ba'zi aytgan alomatlariga ishonchimiz ziyoda bo'ladimi? Mana oxirat ilmini o'rganishlikning foydalaridan. Rasululloh kelajakda bo'ladigan ishlardan aytib bergan edi. Yolg'onchilardan, dajjollardan, ya'ni yolg'onchi payg'ambarlardan 30 tasi chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Nechtasi chiqdi hozir? Savol tug'iladi. Ha, unaqalar ko'p bo'ldi-yu, nimaga endi payg'ambarimiz 30 ta deyapti desa, mufassirlar javob beradiki, unaqa ozgina odam erchitib, men payg'ambarman deb chiqqanlari ko'p bo'lgan. Lekin dunyoga ta'sir o'tkazgan, orqasidan juda ko'p kishilarni ergashtirgan mana shunday yolg'onchi payg'ambarlar 30 ta bo'lishi. Bular ham bo'ldi, birodarlar. Yana chiqyapti mayda chuydalar. Mana shunday orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ko'zga ko'ringan bir yolg'onchi payg'ambarlardan Musaylama Kazzob, Asvad al-Unsi, Tulah ibn Huvaylid shunga o'xshaganlar. Mana siz bilan biz oxir zamonning, qiyomatning kichik alomatlari haqidagi darsimizni bugun birincisini o'qigan bo'ldik. Inshaalloh keyingi darsimizda davomini o'qiymiz. Bu oxir zamonga yaqin bo'ladigan ishlar haqida aytilgan hadislarni eshitgan saringiz tezroq harakat qilib qolishlik kerak ekan. Tezroq ibodatga yiqilib qolishlik kerak ekan. O'tkazib qolishim kerak ekan oxiratga savobdan degan shuur paydo bo'ladi. Inshaalloh darsimizning davomini ertaga davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oxir zamonning kichik alomatlari haqida olib borayotgan darsimizda davom etkazamiz. Oxir zamon yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan kichik alomatlarning yana bittasi ilmning ko'tarilishi. Ilmning ko'tarilishi bu birdaniga ilm yo'q bo'lib qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh subhanahu va taolo ilmni birdaniga ko'tarib olib qo'ymaydi, balki olimlarni ketkizishligi bilan ilmni olib qo'yadi. Ilm birdaniga yo'q bo'lib qolmaydi. Kitoblar turadi, kitoblar tashlanadi, terilib turadi, ma'lumot nihoyatda ko'p bo'ladi, lekin xalq mana shu ilmni o'rganishlikka iqbol qilmay qo'yadi. O'rganishlikka harakat qilmay qo'yadi. Hozirgi kunda insof qilib aytadigan bo'lsak, mana shu o'tirgan yoshlarning necha foizi o'tgan oyda nechta kitobni tugatdi? O'tgan oyda demaylik, o'tgan yilda aytaylik. Shu savolni beraylik o'zimizga. Biz televizorda ko'rib, radioda eshitib turib, ba'zi bir ilmiy ko'rsatuvlarda ko'rib bir ma'lumotimiz oshirayotgan bo'lyapmiz, lekin hech qachon kitob o'qigan bilan barobar bo'lmaydi bu narsa. Alloh rahmat qilgan kishilargina kitob o'qiydi. Mana shu siz bilan biz oramizdan ilm ko'tarilib ketayotganligini belgisi. Kitob o'qib, bir narsani o'rganishning o'rniga bitta telefon qilib falonchi qarakadan so'rab olamiz, bitta xat yozibdi domladan eshitib olamiz, bo'ldi. Shu bilan haligi ilmga ega bo'lgan bo'ldi. Hech kim qiziqib o'zi kitob olib o'qimaydi. Mana shu qiyomatda oxir zamonning mayda alomatlaridan deyiladi. Ya'ni ilm birdaniga kitoblarda yo'q bo'lib ketishligi bilan yo'q bo'lib olinib ketmaydi, balki kishilarni ilmga iqbol qilmay qo'yganligi tufayli tortilib ketadi. Oxir zamonda sodir bo'ladigan alomatlardan zilzilalar ko'payadi. Oxir zamonda alomatlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yataqorabuz zaman deganlar. Zamonlar qisqaradi yoki zamonlar yaqinlashadi deydi. Ba'zi ulamolar mana shu sharhiga berganda xulosa oladigan bo'lsak, sharhida shunday aytadiki, vaqtning barakasi ketadi deyshadi. Xususan ko'rib turibmiz, Ramazonda 2-10 kunligi boshlandi, birodarlar.
Kecha Ramazon keldi deyatuvdik. Kecha bir hafta bo'pti deyatuvdik. Mana bugun 2-10 kunlik boshlandi deyapmiz. Birodarlar, his qilyapsizlarmi vaqt o'tayotganligini? Biz nimaga Ramazonda 10 kun o'tganligini hozir aytyapmiz. Chunki sanaymizda Ramazonni 5-kuni, 6-kuni deb. Endi bunaqa oydan qanchasi, bunaqa yildan qanchasi o'tib ketyapti. Uylanganlar qaranglar, necha yil bo'ldi o'tib uylanganinglarga. Uylanmaganlar qaranglarda, maktabda qachon birinchi marta ostonasini oxlab o'tganinglarga. Vaqtni qisqarishi mana shu zamon vaqtdan baraka ketishligini bitta. Hozir peshingacha bir ish qilsangiz ulgudingiz, agar peshin bo'ldimi shu bilan kun tugadi. Kattalarimiz aytsin, bolalik paytini eslasa, ertalab turib molini qo'yini haydab tolaga boqib kelib, yana allaqancha ishini qilib, kechki paytga borganda ham bir vaqt oshib qolar edi. Hozirgi kunda ulgurmayapmiz. Vaholanki avvalgilar e'tibor beringlar. Eskilar to'y qilgan paytda piyada yurib, hamma qarindoshlariga aylanib kelgan, birortasi qolmagan, ulgigan hammasiga. Hozir bo'lsa telefon bor, mashina bor, hamma yo'q bor, yana ulgurmayapmiz. Nimani belgisi shu? Oxir zamonda belgisi vaqtdan barakani ketishligi. Yana ba'zi bir olimlar esa mana shu 24 soat, 18 soat yoki 16 soatga qisqarib qoladi deganlar ham bor ekan sharh berganlar ichida. Ya'ni 24 soat, bundan 1000 yil burun 24 soat deylik, hozirga kelib turib o'sha paytda 18 yoki 16 soatga yaqin bo'lib qoladi degan sharhlar ham bor ekan. Yana zamonaviy olimlarning bergan sharhida esa vaqtni qisqarishidan maqsad uzoq masofaga uzoq vaqt talab qilinmay qo'yadi. Ya'ni hajga borib kelgan 6 oy vaqt ketgan bo'lsa, avval piyoda yoki otda. Hozir ma'lum bir haftalar ichida borib kelinyapti. Yoki bir xabarni boshqa bir mamlakatga yetkazishlikka 10 kun vaqt ketsa, hozir bir necha sekund o'zi yetyapti. Vaqt qisqaradi degan so'zni mana shunday bir sharhlarni ulamolarimiz keltirib o'tadi. Oxir zamonda alomatlaridan fitnalar ko'payadi, harj ko'payadi. Harj bu qotillik. Mana kechagi suhbatimizda bu narsa haqida to'liq aytib bergan bo'ldik. Oxir zamonda alomatlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu sahih hadislar. Oralaringizda mol dunyo ko'payadi. Mol egasi uning sadaqasini qabul qiladigan kishini izlab g'am chekadi. Ya'ni mol dunyo shunday ko'p bo'ladiki, sadaqa oladigan yoki zakot oladigan odamni istab topishlik amri mahol bo'lib qoladi. Bu bo'ldimi, bo'lmadimi? Nima deysizlar? Biz o'zimizni islomimizni tarixini o'qimaganligimiz uchun nima turibmiz? Agar o'qigan bo'lganimizda aytardik, ha, bu bo'lgan. Umar ibn Abdulaziz davrida zakot oladigan odam qolmagan. Odamlar do'ppisiga tillasini solib, qaysi odam kambag'al ekan deb istab yurgan. Biz tariximizni bilmay, shunday bir zamoni saodat bo'lganki, birodarlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asridan keyin mana Umar ibn Abdulaziz bor yo'g'i 2 yil 4 oy xalifa bo'lgan. Umar ibn Hattobning zurriyotidan bo'lgan bu kishi. Lekin adolat bilan hukm yurgizgan podshohga Alloh taolo raiyat uchun qanday barakot to'kib qo'ydi. 2 yil 4 oy podshohlik qildi, xalifalik qildi, barakot shunday yog'ilib ketdi. Zakot oladigan, sadaqa oladigan odam qolmadi. Bu bo'lib o'tdi bu. Bu alomati bo'lganiga 1000 yil bo'lyapti, birodarlar. O qachon kelar ekan o'sha davr? Zo'r bo'lsa kerak, hamma boy bo'lsa deb kutmaylik. Bu bo'ldi bu narsa. Ayni biz ummat ustida bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan boshqa hadislarda keladi, bir kishi boshqa kishining oldiga borib sadaqasini bersa, u agar kecha kelganingizda qabul qilar edim, bugungi ehtiyojim yo'q deb javob beradi deydi. Bu aynan ana shu Umar ibn Abdulaziz zamonlarida bo'lgan ishlar. Bu alomat bo'lib bo'lganiga 1000 yildan o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda alomatlarni sanab o'tar ekan, antara khufatal uratal alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Jibril alayhissalom notanish odam suratida kelib payg'ambarimiz oldiga o'tirdi, mashhur hadis. Iymon haqida, islom haqida, ihson haqida so'radi, payg'ambar alayhissalom javob berdi. So'ngra Jibril aytdi, qiyomat haqida gapirib bering dedi. Payg'ambarimiz bu inson ko'rinishida o'tirgan ro'parasidagi Jibrilga sizdan men ko'p bilmayman dedi. Unda uning alomatlari haqida aytib bering deganida alomatlardan shuni sanadiki, yalang oyoq, yalang'och, notayin qo'y boqarlar binolarni musobaqaga bir-biridan kim o'zlariga balat soladi dedi. Ya Rasululloh, bu yalang oyoq, yalang bosh, betayin cho'ponlar kim deganda arablar deydi. Mana Dubayda qarang, boshqa arab mamlakatlarini qarang, ana shu baland binolarda solishida musobaqa o'ynayapti. Bizda yo'q unaqa binolar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayni nima deb javob beryapti? Arablar deyapti. Bo'lyaptimi? Birodarlar, oxir zamon haqida aytilgan
alomatlarning maydalari, ya'ni kichik alomatlari qoyim bo'ldi, kattalariga qoldi faqat. Endi Alloh saqlasin, kattalardan bittasi boshlasa zohir bo'lishlaydi. Qolgani xuddi tasbehda ipini uzib qo'ysangiz, birinikidan ikkinchisi shotirab tushib ketgandek, birini quvib ikkinchisi keladi. Oxir zamonda alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, shunday fitnalar ko'paydiki, bir kishi boshqa bir kishining qabri oldidan o'tib, qaniydi shu mayitning o'rnida men bo'lsam deb qoladi. Vaholanki buni dardi ham bo'lmaydi, birolardan qarzi ham bo'lmaydi. Fitnaning ko'pligidan hayotdan ko'ra o'lim uchun afzal bo'lib qoladi. Oxir zamonning sanalgan alomatlaridan kun o'zining botishidan chiqadi. Bu oxirgi vaqtda bo'ladigan eng katta alomatlardan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan 6 ta alomatni xos aytib o'tdilar. Avf ibn Malik roziyallohu anhudan: biz Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan Tabuk g'azotida birga edik. U zotning oldiga kelganimda, u zot teridan tikilgan kapan ichida o'tirardi. Menga qarab turib, "Ey Avf, qiyomatga yaqin sodir bo'ladigan 6 ta narsani sanagin" dedi. Ya'ni hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lguncha sodir bo'ladigan 6 ta ishni aytib o'tadilar. Mening vafotim dedi. Bu istu ana vasahatayn degan Rasululloh. Men va qiyomatni mana shunday yuborilganmiz dedi. Ya'ni men kelishligim oxir zamonning belgisi. Endi vafotim oxir zamonga yana yaqinlashganligining belgisi. Ikkinchi belgi Baytul Maqdisning fath qilinishi. Baytul Maqdis Quddus yoki Yerusalim. Umar ibn Hattob davrida fath qilindi. Payg'ambarimiz aytgan u bashorat ham amalga oshdi. Ikkinchisi ham bo'ldi. So'ngra sizlarning oralaringizda nochor qo'ylarni o'lim olib ketgandek bo'ladigan katta o'lim. Bu Umar ibn Hattob davrida Amvos vabosi deyiladi. Shunday bir vabo bu keldiki, bu musulmon ummatining ustiga juda ko'pchilik kishi qirilib ketdi. Bu aytgan payg'ambarimizning alomati ham zohir bo'ldi. To'rtinchisi, mol ko'payadi. Bir kishiga 100 dinor berilsa, yana norozi bo'lib g'azablanadi. Bu yerda aytilgan 100 dinor 100 oltin dinori bo'ladi. Ya'ni moli dunyoda ko'payib ketishiga, oltinning narxi pastlab ketishiga ishoraki, 100 dinor oltin olgan kishi oz deb turib norozi bo'lib ketadi. 5-alomati, arablarning uylariga birortasini adashtirmasdan, birortasini qoldirmasdan kiradigan fitna sodir bo'ladi. Bu mana o'tgan safargi darsimizda aytdik, sahobalar o'rtasida bo'lgan fitna. Sahobalar va tobiinlar o'rtasida bo'lgan fitnaki 70 ming odam bunda vafot topdi. Payg'ambarimiz aytgan bu alomat ham sodir bo'ldi. 6-alomati. So'ngra sizlar va Banu Asfar o'rtasida tinchlik sulhi bo'ladi. Ya'ni Banu Asfar deb turib, mana sharqda Banu Asfar deb Yevropa nazarda tutiladi. Musulmonlar bilan Banu Asfar Yevropaliklar sulhga kelishadi deydi. Oxir zamonning alomatlaridan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyning yorilishini aytib berganlar. Iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar va in yaraw ayatan yuridu va yaqulu sihrun mustamir. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida bo'ldi. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Agar ular biron oyat mo'jiza ko'rsalar, yuz o'girurlar va bu har doimgidek sehr ko'darlar. Hijoz olovi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamonga yaqin sodir bo'ladigan ishlar ichida aytgan eng ochiq alomatlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La taqumus sa'a hatta takhruja narun bi ardil Hijaz tudhi'u biha laha tuzi'u laha a'naqul ibili bi Busra." Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarni bo'ynini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan qiyomat qoyim bo'lmaydi. Hijoz bu Arabiston yerlari. Arab yarimoroli bormi? Mana shu Arab Hijoz yeridan shunday bir o't chiqadiki, Shomda turgan tuyalarni bo'yniga yorg'i tushadi deydi. O'ylab ko'ringlar, bu o't Madinadan chiqqan birodarlar. Madina qayerda? Shom bilan Hijozning o'rtasidagi chegara bo'lgan Busro qayerda? Mana payg'ambarimizning tarixini o'qigan odamlar bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 12 yasharida amakisi Abu Talib bilan Shomga tijorat safariga chiqadi. Shunda Busro degan joyda Buxayro ismli rohib qaytarib yoradi. Shomning eshigi u yer. O'rtada necha ming kilometr joydagi masofaga Hijozdan chiqqan o'tni yorg'i tushadi dedi. Bu bo'lib o'tdi birodarlar. 654-hijriy yilda.
Qaranglar, bu ishlar qachonlar bo'ldi? Bu haqida Ibn Kasir Hijriy tarixning 654-hijriy yil tarixida aytib o'tadi. Xususan, ular qatorida Imom Alloma Hofiz Shahabuddin Abu Shahab al-Maqdisi ham yozib o'tadi. Kelinglar, mana Hofiz Shahabuddinni ana shu o't haqida yozgan narsasini o'qib beraman sizlarga. 654-yilning Jumadul Oxira oyining 3-kuni, chorshanba kechasida Madina-i Munavvarada baland ovoz paydo bo'ldi. So'ngra qattiq zilzila sodir bo'ldi. Yer, devorlar, shiftlar, ustunlar, eshiklar titradi. Bu zilzila soat-soati bilan davom etib turdi. Bu zilzila chorshanba boshlangan bo'lsa, juma kunigacha davom etdi. So'ngra Harroda ulkan bir o't paydo bo'ldi. Harro bu Banu Qurayza yashagan tomondagi joy, Madinaga yaqin bo'lgan joy. U o'tning kattaligidan go'yo bizning oldimizda turganda ko'rinib turar edi. O'tning balandligi 3 minorachalik balandlikda edi. Sel oqib keladigan yo'llarni to'sib qo'ydi. O't oqib kelishni boshladi. Vulqon bo'ldi bu yerda. Madinaga yaqin bo'lgan joyda, janubiy sharqida mana shu vulqon paydo bo'ldi. Oqib kelishidan to'xtamadi. Bir jamoa kishilar uni oldiga yaqinlashdik, uni ko'rishlik maqsadida. Tog'dan o't otilib chiqaradi. Iroq tomonidan keladigan hojilarning yo'lini to'sib qo'ydi. Tunda Madinadan xuddi hojilarning gulxanlari ko'ringandek, uzoqdan ana shu olov ko'rinadigan bo'ldi. O't Madinaga qarab oqib kela boshladi. Bizni ustimizga yaqin kelib to'xtadi. Olov to'xtadi-da sharq tomonga qarab yurdi. Bu o't orasida tog'larda qoldiqlari, toshlar, shunga o'xshagan narsalar oqib kelayotganda shu toshlar ko'rinardi, kuyib ketgan toshlar. Vulqonga o'xshab toshlarni yeradi. Bu holda Alloh taolo Qur'onda aytgan ayni holat bo'lar edi. Innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Darvoqi dedi Alloh taolo, u jahannam har tomonga, har biri qasrdek, xuddi sariq tuyalarga o'xshagan uchqunlarni otib turur. Xuddi shu narsa bo'ldi bizda deydi. Men bu maktubimni 654-yilning Rajab oyida payshanba kuni yozayotganimda bir oy o'tdi o'rtadan. Hali olov to'xtamagan edi. Bu vulqon bir oy oqdi. Bu o'tni Yambo ahli ham ko'rdi. O'zlarining qozilarini Madinaga xabar olib kelishlik uchun yuborishdi. U Madinaga kelib, ko'rib holatni, o'zini ahliga borib, bu bo'layotgan ishlarni ta'riflashlikka tili ojiz bo'ldi. Shuningdek, Shomda yashagan Ibn Sha'na degan kishi ham yozadi. Biz deydi Damashqda turganimizda quyosh tutilishi bo'ldi. Bir oy Madinada oqqan bu vulqonni tutuni shunday bir osmonni qopladiki, Siriya Damashqni bilasizlar. Ana shu Siriyaning ustiga shunday tutun borganligidan quyosh tutilishi bo'ldi. Ortidan oy tutilishi bo'ldi. Quyosh tutilib nurli pasaygan paytda xuddi quyoshga tutun qoplab kusuf deyiladi mana. Quyosh tutilib qolgan paytda o'tni yorug'i tushganligidan devorda o'tni aksi ko'rinardi deydi. Quyosh to'silib qoldi, lekin u o'tni yorug'i kelib turdi. Bu qanaqa katta o't edi? Olov osmonga baland ko'tarildi. U xuddi qal'aga o'xshar edi. Olov kattalashdi. Odamlar qo'rqib Masjidun Nabaviyga qarab borishdi. Boshlarida kiyimlarini yechib, o'zlarini e'tirof qilishib gunohkorliklarini Alloh taolaga istig'for aytishdi. Ayollar, yosh bolalar uylaridan chiqib, Alloh taolaga xolis duolar qildilar. Olovning qizil rangi butun osmonni qopladi. Odamlar kunduzi go'yo oy yorug'ida turgandek edilar. Kunduzgi holat oy yorug'ida turgandek turar edi. Nimadan? Tutunning ko'pligidan, osmon qoplanganligidan. Odamlar halok bo'lishlariga ishondilar. Shu kecha odamlarning hammasi masjidda qoldi. Kimisi Qur'on o'qigan, tasbih, takbir aytgan, ruku, sajda qilgan, duo qilgan holda tong ottirdilar. Qilingan tavba tazarrurlar sabab o't ortiga qaytdi, pasaya boshladi. Shu zamonda yashab o'tgan ulug' olimlarimizdan Imom Navoiy aytadiki, 654-yil, ya'ni bizning zamonamizda Madinada bir olov paydo bo'ldi. Bu buyuk olov edi. Madinaning janubi sharqida. Menga Madina ahlidan bo'lgan bir kishi xabarini berdi. Sadaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin mana hijratning 654-yilida mana shu payg'ambarimiz aytgan alomat zohir bo'ldi. La taqumus sa'a hatta takhruju narun bi ardi Hijaz tudhi'u laha a'naqul ibli bi Busra. Buxoriy rivoyati. Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarning bo'yinlarini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan avval qiyomat qoyim bo'lmaydi.
Mana bir qancha mayda, kichik alomatlarini o'qigan bo'ldik. Qaysinisi bo'lmadi? Birodarlar, bu bo'ldi emas. Mana inshaalloh ertaga o'sha kichik alomatlarning bir qismini o'qiymiz. 2 yoki 3 darsda kichik alomatlarni tugatamiz, keyin katta alomatlarga o'tamiz. Katta alomatlarigina qoldi. Ko'zimizni katta ochaylik. Butun koinotni ontar-to'ntar qilib tashlaydigan qiyomatning qachon bo'lishi bizga qiziq bo'lmasin. Chunki uyqu kichik o'lim bo'lsa, insonning haqiqiy o'limi kichik qiyomat deyiladi. Har bitta odamning ruhi og'zidan chiqishligi bilan u uchun qiyomat boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo ibrat oladigan bandalar qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.